Mozorda joylashgan Xitoy hot-pot restoranida qanaqangi taomlar tayyorlanadi? Avvalo 200 litrli bochkada bulyon qaynaydi, ya'ni 24 soat. Barcha turdagi sabzavotlarimiz, ko'katlarimiz shunaqangi sifatli muzlatgichlarda saqlanadi. -30 gradusli muzlatgichimizda barcha turdagi go'shtlarimiz toza va sifatli saqlanadi. So'nggi rusumdagi instrumentlar afzal jihati Yormazor go'sht markazidan keyin barcha turdagi go'shtlar 100% shaxsan o'zimiz tayyorlab jo'natamiz. Bu joyda xotirjam ovqatlanishlaringiz mumkin, sababiga oshxonamizda o'zbek yigitlari hamda Xitoy yigitlari birgalikda chiroyli qilib, halol poykili taomlarni tayyorlashadi. Insoniyatda pishadigan taom ko'rganmisizlar? Shaxsan men ko'rmaganman. Video davomida bu taomni ko'rib olasiz. Olamiz va bu xohlagan sovushlarimizdan olamiz. 10 soniyada taom tayyorlaymiz. Qo'limdagi go'shtlarni, bu joydagi barcha turdagi go'shtlar Yormazor go'sht markazi jamoasi yetkazib beradi. Xitoylik do'stimiz shaxsan o'zlari achchiq qanaqa so'zlar tayyorlab beradi. Mutaxassis doim o'sha yerda sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Sizlar videoni ko'rib tursanlar 10 daqiqada juda ham ajoyib taom tayyorlaydi. Men mazza qilgan joyim aynan qalam. Boshlarni Xitoylik do'stimiz, ya'ni restoran rahbari shaxsan o'z qo'llari bilan 15 daqiqada shunaqangi lahm chiroyli go'shtlardan taom tayyorlashni boshladi. Shunchaki bomba. 15 soniyada xom go'shtimiz tayyor pishgan holatiga keldi. Dahshat. Go'shtni tapga qarab tayyorlangan sosga botiramiz va chiroyli qilib sekin-sekin taomlarni tashlaymiz. Faqat sana aytib o'tsam, Farg'onada Registon o'quv markazi Yormazor avtovokzali.